Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Sizlar bilasizlar, bizda burda non ko'p bo'ladi. Har doim ham non bosta qilmaymiz. Biz hozir burda nondan chiroyli qilib pitsa qilamiz, o'zbekona. Burda nonni to'g'rab oldim. Nonni yomoni bo'lmaydi. O'shaning uchun biz burda nonni ham o'zimiz iste'mol qilamiz, o'g'il qilmasdan. Hozir buni chiroyli qilib ustiga 4-5 ta tuxum chaqib yuboramiz non ustiga. Duxovkaga ozgina qotirib olamiz, ozgina. Mana ichidagi tuxumi ozgina pishgan, oqargan. Mana endi bunga hozir sir sepamiz. Ozgina jo'xori, ozgina garoshek, kolbaska ozgina, ustidan yana ko'p sir. Endi buni duxovkaga yana siri eriguncha solamiz. Bismillahirrahmanirrahim. O'zimizdan yopgan nonni burdasidan ajoyib pitsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ishoninglar, pitsam umuman bomba pitsa. Hammaga tavsiya qilaman. Osh bo'lsin.